Assalomu alaykum, hurmatli ahli. Xayrli kech hammaga. Ekranimiz ko'rinayotgan bo'lsa, chatda yozib qoldiramiz. Savollarimiz bo'lsa, savollarni ham chatda yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, Turdunaxon yozyaptilar. Demak, ekran ko'rinyapti hammaga prezentatsiyamiz. Juda yaxshi. Unda vaqtimizni ketkazmaymiz, boshlaymiz. Xo'p, bugun sizlar bilan ilmiy tadqiqotga kirish, aktual mavzu tanlash haqida suhbatlashamiz. Demak, tadqiqotchi tomonidan ilmiy tadqiqot ishini boshlashda aynan dissertatsiya yozib boshlagunga qadar tadqiqotchi, ya'ni dissertant tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan ayrim jarayonlar bor. Masalan, mavzu tanlash, mavzuni tahlil qilish, mavzuni strukturasini to'g'ri qurish, ixtisoslik shifriga moslashtirish, oliy attestatsiya komissiyasi byulletenida e'lon qilish, rahbar rozilik xatini olish, tajriba sinov ishlarini boshlab olish. Bu ishlarni barchasini biz dissertatsiya yozishdan avvalroq boshlab olishimiz kerak. Aslida sababini hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, juda ko'p tadqiqotchilar tomonidan savol aynan o'sha tajriba sinov jarayoni haqida yoki mavzu haqida bo'ladi. Sababi biz o'sha dissertatsiya yozishdan avval mana shu jarayonlarni ko'rib chiqmaymiz. Bizda aksincha bo'ladi, tadqiqotchi mavzuni ko'r-ko'rona tanlab qo'yadi. Ko'pincha bu magistrlik ishi bo'yicha boshlab oladi tadqiqotchilarimiz yoki ilmiy rahbar tanlaydilarda, o'sha ilmiy rahbar qaysidir yo'nalishga o'zingiz yo'naltirib yuboring deganlarida ilmiy rahbar ham qaysidir yo'nalishni aytadi, shunga qarab boshlab olishadi va afsuski kamdan kam holatda shaxsiy kuzatuvlari asosida tadqiqotchi mavzu tanlaydi. Endi eng qaysi biri ma'qulroq degan savol bo'lsa, albatta shaxsiy kuzatuvlaringiz natijasida mavzu tanlaganingiz ma'qul. Nega? Chunki magistrlik ishingiz bo'yicha mavzuni boshlab olsangiz, orada o'tgan davr bilamiz, taraqqiyot rivojlangani sayin fan ham rivojlanib boradi va shunga yarasha kecha aktual bo'lgan mavzu bugunga kelib o'z kuchini yo'qotadi. Va yoki ilmiy rahbaringiz uchun qaysidir qiziqish tug'ilgan sohada siz uchun bu ilmiy yangilik yaratishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham o'zingizni shaxsiy kuzatuvlaringiz natijasida mavzu tanlaganingiz ma'qul. Bu nima degani shaxsiy kuzatuvlarimiz natijasida? Masalan, har birimiz ilmiy tadqiqot ishini boshlab oldikmi, demak pedagogikaning qaysidir sohasida faoliyat yuritamiz. Yoki maktabda ishlaymiz, yoki oliy ta'limda ishlashimiz mumkin. Qayerda ishlashimizdan qat'iy nazar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanamiz. Men hozir asosan o'sha 13.00.00 shifr kodi bo'yicha aytyapman. Ya'ni ko'pincha bu pedagogika bo'yicha ishlarni o'z ichiga qamrab oladi. Siz shu jarayonda demak ekansiz, o'zingizni o'rganuvchi sifatida avval qiziqtirgan savollar bo'ladi. Masalan, siz o'zingiz til o'rganish jarayonida nimadir muammolarga duch kelgansiz. Yoki bo'lmasam siz o'qituvchisiz, talabalaringizda yoki o'quvchilaringizda qaysidir muammoni dolzarb ekanligini bilasiz. Bu yillar davomida siz kuzatib yurgan bo'lasiz. Va mana shu narsa sizni ingliz tilida trigger deymiz-ku, sizni o'sha narsa qiziqtiradi. Sizni demak jonlantira oladi. Mana shu mavzuda aynan siz ish olib borishingiz kerak. Shunday qilsangizgina ishingiz siz uchun qiziqarli bo'ladi va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Tadqiqotchi albatta o'zini boshlab olgan sohasiga albatta qiziqishi kerak. Unda nimadir muammo uni qiynashi kerak. Insonni so'zsiz harakatga keltiradigan bitta omil bor, bu muammo. Siz nimadir muammoni ko'rsangizgina siz o'sha harakat qilasiz uni yechimini topib berishga. Dissertatsiya bilamiz 1 yilda yoki 5 oyda yoziladigan ish emas, unga igna bilan quduq qazish kabi yillar davomida umrimiz ketadi.
Demak, bu jarayonda tabiiyki biz qiziqmagan mavzumiz bo'yicha a, zerikib qolamiz. Bu bor narsa. Tadqiqotchi zerikib qolishi mumkin. Mana shunday bo'lmasligi uchun ham muammoni ko'tarib chiqishingiz kerak. O'shanga yechim topish siz uchun yillar davomida sizni harakatga keltiradigan vosita bo'ladi. Endi deylik, siz bir muammoni bilasiz, bir muammo sizni qiynayapti va siz o'sha asosida mavzu tanlamoqchisiz. Siz taxminan bilasiz yo'nalishni, lekin hali siz uni mavzu qilib shakllantira olmagansiz. Masalan, deylik, mana shu ko'proq 13.00.00 shifr kodi bo'yicha namuna tariqasida olamiz, lekin bu ma'lumotlar hamma tadqiqotchilar uchun ham birdek foydali bo'lishi kerak. Chunki jarayon boshlanishida bir xil bo'ladi, mavzu tanlash jarayoni. Bir muammoni oldindan bilasiz, deylik. Endi siz uni mavzu qilib shakllantirishingiz kerak. Bu uchun siz nima qilasiz? Deylik, siz ingliz tili o'qituvchisiz va maktabda yoki oliy ta'limda ishlaganingizda ko'rdingizki, talabalardagi eng murakkab jarayon bu speaking bo'lyapti, og'zaki nutq bo'lyapti. Ya'ni talabalar yaxshi yozishi mumkin, testni zo'r yechishi mumkin yoki o'sha reading qilganda o'qib tushunishda tekstlarni bemalol tarjima qilib bera olishi mumkin, lekin o'zini fikrlarini ifodalab berishda qiynalib qoladi. Biz mana bu CFR o'sha yoki bo'lmasam IELTS imtihonlarida ham ko'ramiz, qaysidir skill ko'proq past chiqadi va bu odatda yoki writing bo'ladi yoki speaking bo'ladi. Biz mana ingliz tili o'qituvchilari buni bilishadi. Deylik, sizga o'sha og'zaki nutq masalasi siz uchun qiziqarli bo'lyapti. Siz nima qilasiz? Siz hali buni mavzu qilib shakllantira olmadingiz, lekin bilasizki, og'zaki nutq sizni qiziqtiryapti. O'sha muammoga yechim topishni istaysiz. Demak, bu mavzuni tahlil qilish jarayoniga o'tdingiz degan. Demak, birinchi bosqichni biz tugatdik, muammoni aniqladik, topdik. Kuzatuvlarimiz natijasida muammoni aniqladik va endi uni biz mavzu qilib shakllantirishimiz kerak. Mavzu qilib shakllantirishni 3 ta bosqichi bor o'z ichida. Birinchisi, siz mazkur mavzuni respublika miqyosida o'rganib chiqishingiz kerak. Qanday qilib? Birinchi navbatda Oliy attestatsiya komissiyasini byulletenlari bor, bilamiz, mavzular e'lon qilinadi. Oxirgi 5 yillikdagi mavzularni hammasini erinmasdan ko'rib chiqishingiz kerak. Aynan o'zingizni shifr kodingiz bo'yicha. Deylik, sizni shifr kodingiz 13.00.02. Faqat 02 ni ko'rib chiqasiz. Xo'p, ikkinchisi, ko'rib chiqqaningizdan keyin o'sha byulletenlarni ko'rish jarayonida siz ko'rasizki, o'sha og'zaki nutq bo'yicha juda ko'p ishlarni uchratasiz. Ularni qanday shakllantirilganligini ko'rib, kuzatib borasizda, shu jarayonda sizni bir qiziqtirgan bitta ikkita mavzular bo'lsa, uni bloknotimizga yozib olamiz. Endi ikkinchisi, bu byulletendagi mavzularni hammasi ham himoya qilib chiqib ketilgan degani emas. Chunki ayrim tadqiqotchilar 1 yilda himoyaga chiqishadi, ayrimlari 5 yilda, hattoki bilamiz shunaqa ustozlarimiz bor, 10 yillab vaqti ketadi dissertatsiya himoyasiga chiqqunlaricha. Demak, bu ishlarni hammasi ham hali himoyaga yetib bormagan. Ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bu elektron shaklda saytlar orqali ko'rib chiqamiz. Endi bu himoya qilingan ishlar bo'ladi. Masalan, disnatlib.uz da, bu bilamiz, Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonamiz Toshkentda. Ta'kidlab o'tamanki, mazkur saytlarni birortasi 100% tadqiqotlarni o'z ichiga qamrab olmagan. Masalan, 13.00.02 bo'yicha himoya qilingan barcha ishlar ham disnatlib.uz da yo'q, yoki Ziyonnetda yo'q, yoki Unilibrary'da yo'q. Lekin mana shu 3 ta asosiy saytimiz bor. Ko'proq dissertatsiyalar yoki avtoreferatlar yuklanadi. Aytib o'tamizki, bunda 100% dissertatsiya bilan tanishib chiqa olmaysiz. Faqat 30%igina sizga prosmotr rejimida, ya'ni faqat ko'rishingiz mumkin, skrinshot qilib olish mumkin emas yoki pechat qilib olish mumkin emas. O'sha prosmotr rejimida sizga chiqadi 30%. Bu degani 25 bet, 30 bet atrofida bo'lishi mumkin. Endi uchinchisi, bularni ham ko'rib chiqqanimizdan keyin o'zimizni ixtisosligimiz bo'yicha qayerda ilmiy kengashlar mavjud bo'lsa, masalan 13.00.02 ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi qavs ichida ingliz tili ixtisosligi bor.
Mana shu ixtisoslik bo'yicha qayerlarda saytishda bo'lishi mumkin? Bu birinchisi tayanch oliygoh O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ikkinchisi Samarqand davlat chet tillar instituti bo'lishi mumkin. Yana Nizomiy nomidagi universitetda, pedagogika universitetida, yana Namanganda, to'g'rimi, Andijonda bor. Kengashlarimiz, mana shu kengashlar mavjud bo'lgan oliy ta'lim muassasasiga erinmasdan borib, aynan o'zimiz borib, o'sha nima deymiz, axborot elektron resurslar markazlari bo'ladi, o'sha kutubxonalar qisqa aytganda, o'shanda o'tirib bittalab ko'rib chiqishimiz kerak. Shunaqa qilganmiz. Bundan keyin ham shunaqa qilishga majburmiz. Nega? Chunki yagona elektron tizim yo'q hozircha. Himoya qilingan ishlar bo'yicha yagona elektron tizim yo'q. Siz taxminan ko'z ostingizga olib qo'ygan mavzu qayerdadir himoya qilingan bo'lishi mumkin va siz buni bilmasligingiz mumkin. Deylik, u disnatli.uzda yo'q, u dissertatsiya kiritilmagan, tadqiqotchi tomonidan kiritilmagan, dissertant tomonidan. Yoki byulletenda qaysidir jihatni ko'zdan qochirdingiz, 5 yillik emas, deylik, o'sha 10 yillikni ko'rib chiqmadik-ku biz. O'sha atrofda bo'lishi mumkin o'sha mavzu. Shu uchun ham biz o'zimiz borib ko'rib chiqqanimizga teng kelmaydi baribir. Chunki o'sha kengashda himoya qilingan dissertatsiyalar o'sha ARMda saqlanadi hammasi. Necha yilligi bo'lsa ham hammasi saqlanadi. Endi yana bitta shu yerda nimasi bor, kalit nuqtasi. Siz borishingizdan avval, deylik, masalan, biz Samarqanddamiz, endi Andijonga, Vodiyga borib kelish bizni qancha vaqtimizni oladi, to'g'rimi? Borib kelishimizdan avval o'sha, deylik, Andijon davlat chet tillar instituti bor, o'shani rasmiy saytiga kiramiz. O'sha yerda ilmiy bo'lim degan punkt bo'ladi va unda himoya qilingan avtoreferatlarni elektron shakli saqlanadi. Mana shu joyga ahamiyat beramiz. Demak, siz qiziqtirgan mavzu u yerda bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Shu uchun ham borishimizdan avval bitta ko'zdan kechiramiz, avtoreferatlar saqlanadi rasmiy saytida, o'sha oliy ta'lim muassasasining. Xo'p. Keyingisi, demak, MDH davlatlari miqyosida ikkinchi bosqichimiz bu. Demak, respublika bo'yicha biz ko'rib chiqdik hamma ilmiy tadqiqot ishlarini, o'zimizni qiziqtirayotgan, aynan o'sha og'zaki nutq bo'yicha hammasini ko'rib chiqdik. Bizda tasavvur hosil bo'ladi, taxminan demak, qanaqa mavzu olishimiz mumkin? O'quvchilarni tanlaymizmi, talabalarni tanlaymizmi yoki qaysidir ta'lim texnologiyasini olishni rejalashtirayotgan bo'lsak, qaysini olishimiz mumkin? Qaysi shu paytgacha olingan allaqachon? Demak, bizda taxminan bir strukturasi hosil bo'ladi mavzuni. Demak, endi mana shu mavzuyimizni, hozircha bu chernovik varianti bo'ladi mavzumizni. O'sha mavzumizni kalit so'zlarini kiritgan holda MDH davlatlari miqyosida ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda ekranda ko'rinib turibdi. Disserket bor, DSLib bor, Disforal bor. Bundan boshqa saytlarimiz ham bor, lekin asosan dissertatsiyalar ko'p saqlanadigan saytlar mana shular va birinchisi Disserket, bu eng katta bazaga ega sayt hisoblanadi. Biz unda kiramizda kalit so'zlarimizni kiritamiz, to'liq mavzumizni kiritmaymiz. Chunki to'liq mavzuni kiritsak, bizga juda kam manba chiqadi. Balki u mavzuni biz keyinchalik o'zgartirishimiz mumkin. Shu uchun ham faqat kalit so'z kiritamiz. Masalan, talabalarni tanlamoqchi bo'lsak, oliy ta'lim talabalari birinchi kalit so'zimiz. Ikkinchisi ingliz tili, uchinchisi og'zaki nutq, to'rtinchisi qanaqadir ta'lim texnologiyasini qiziqtirayotgan bo'lsa, deylik, hozir ko'proq ilmiy ishlar kuzatilyapti, Phenoble, ya'ni o'sha phenomenon based learning deymiz bizda, ingliz tili ustozlarimiz. O'shani kiritamiz va poisk beramiz. Va bizda mana shu kalit so'zlar bo'yicha hamma ishlar chiqib keladi. Bularni ham o'zimizni qiziqtirganlarini bloknotimizga yozib olamiz. Keyingisi, shuni o'zi yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Endi biz respublika miqyosida ko'rdik, MDH miqyosida ko'rdik va eng oxirida jahon ilm-fan sohasida bajarilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini ham bir tanishib chiqamiz bir sira. Xo'p, bunda quyidagi
bazalar mavjud. Scopus hammamiz bilamiz, Web of Science, Google Scholar bor, RefSeq, Base Search, bundan tashqari ham bazalar bor, lekin men eng ko'p qo'llaniladigan hozir bu yerda 6 ta bazani keltirdim. Endi qaysilari ishonchli, qaysilariga murojaat qilganimiz ma'qul. Chunki hammasini bittalab qidiradigan bo'lsak, juda ko'p oylab vaqtimiz ketib qolishi mumkin. Bitta narsani aytaman, bu yerda eng ishonchsiz baza Google Scholar hisoblanadi. Eng qizig'i. Va biz tadqiqotchilar tomonidan eng ko'p murojaat qilinadigan baza ham aslida birinchi bo'lib Google ga kirib qidiramiz, to'g'ri, poisk beramiz, lekin eng ishonchsiz manba ham aynan Google Scholar hisoblanadi. Nega? Chunki jurnalga maqola berganda tadqiqotchilarim kuzatgan bo'lishi mumkin, hamma jurnallar Google Scholarga indeks bo'ladi. Scopusda indekslanish juda ham qiyin masala, to'g'rimi? Lekin Google Scholarda deyarli hammasi indeksatsiya qilib beradi maqolangizni. O'sha bilamiz, jurnallarni ham har xil turlari bor. Klon jurnallarimiz bor. Bu degani haqiqiy nufuzli jurnalimizni klon saytini o'zlari yaratib olishyapti. Qo'shtirnoq ichida anaqa biznesmenlarimiz, iqtisodchilarimiz, xo'p, tadbirkorlarimiz, uzr. Bu klon jurnallar deyiladi. Yana jurnallar turi bor, hishnik jurnallar deyiladi. Hishnik deganda biz peer reviewdan o'tkazmaydigan, ya'ni maqolangizni taqriz qilmaydigan jurnallarni tushunamiz. Bu jurnallarni hammasida indeksatsiya qismiga kirsangiz Google Scholar ko'rsatilgan bo'ladi. Ya'ni taqrizdan o'tmagan, ishonchsiz yoki bo'lmasam noto'g'ri manbalarga asoslangan maqolalar ham hammasi Google Scholar'da bor. Siz bu baza orqali ma'lumot qidiradigan bo'lsangiz, u sizga har xil plagiat maqolalarni chiqarib berishi mumkin. Yoki deylik, ishonchsiz, yolg'on ma'lumotlarga asoslangan, noto'g'ri ma'lumotlarga asoslangan maqolalarni ham sizga chiqarib berishi mumkin. Shu uchun ham bu bazadan foydalanmaslikni maslahat bermoqchiman. Bu yerga kiritganim sababi, biz eng ko'p murojaat qilinadigan bazalarimiz shular, lekin orasida eng ishonchlilari bu Scopus va Web of Science hisoblanadi. Ilmiy maqola chiqarganingizda ham shu ikkita bazalarga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Buni o'zi endi alohida mavzu, bu ilmiy maqola chiqarish. Shunchaki hozir siz ilmiy ishingiz bo'yicha ma'lumotlar qidirishda ham shu ikkita bazaga asoslanganingiz ma'qul. Nega? Sababi u yerdagi maqolalar bitta dissertatsiyaga teng keladi. Dolzarbligi. Nega? Chunki o'sha bitta maqola bo'yicha ular tajriba sinov o'tkazadi, xuddi biz dissertatsiya bo'yicha qilganimizday, va u maqolani kamida ikkita taqrizchi, va bu taqrizchilar ham nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ishlaydigan professorlar, xorijiy mutaxassislar bo'lishadi va ular uni taqrizdan o'tkazishadi, to'liq ko'rib chiqishadi. Shu uchun ham bu bazalardan maqola chiqarish qiyin, lekin ishonchli. Xo'p, davom etamiz. Mana shu bazalarni ham ko'rib chiqamizda, endi bizda 90% maqolamiz bo'yicha tasavvur hosil bo'ladi. Qaysi ta'lim texnologiyasi ko'proq jahonda foydalanilyapti? Masalan, MDHda yoki bizda respublikamizda aktual bo'lgan qaysidir ta'lim texnologiyalari endi Scopusga kelib dolzarbligini yo'qotib qo'yishi mumkin. Chunki bilamiz, ular bizdan fan va ta'lim bo'yicha ancha oldinda yurishadi va u yerda aktual bo'lgan qaysidir metodlar bizga 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ba'zida kirib kelishi mumkin. Va biz vaqt yo'qotmasligimiz uchun ham bu bazalardan ko'rib chiqib mavzu tanlaganimiz ma'qul. Ya'ni aktualligini yo'qotgan qaysidir metodlarni olmaganimiz ma'qul. Buni mana shu bazalarni ham ko'rib chiqqanimizdan keyingina mumkin bo'ladi. Xo'p, bu bazalarda ham mikrofonimizni qo'yamiz. Ustozlar, mikrofonimiz yonib qoldi. Xo'p, bu bazalarda ham to'liq mavzuni kiritmaymiz, faqat kalit so'znigini kiritamiz. To'liq mavzungizni kiritsangiz, bitta ham maqola chiqmasligi mumkin sizga. Shu uchun ham faqat kalit so'z bilangina qidiramiz. Endi bizda 90% maqolamiz bo'yicha tasavvurimiz hosil bo'ladi, lekin endi biz mavzuni to'g'ri integratsiya qilishimiz kerak. Bu nima degani? Mavzuni produce qilganimizda, ya'ni o'sha
tayyor qilganimizda mavzuga qo'yiladigan talablar bor. Bu birinchisi mavzuda mavzuingiz, ishingiz, ilmiy ishingiz kim uchunligi aniq ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, nimani rivojlantirayotganingiz, nimaga e'tibor qaratayotganingiz aniq ko'rinib turishi kerak. Va oxirgisi, bu ishni qanday bajarmoqchisiz? Mana bu savolga ham javob bo'lishi kerak. Misol tariqasida bitta mavzu oldin, oliy ta'lim talabalarining xorijiy til kompetensiyasini takomillashtirish. Bu nima deb o'ylaysiz? Bu to'g'ri mavzumi? Yaxshi mavzumi bu? Afsuski yo'q. Chunki bunda to'g'ri oliy ta'lim talabalari deyilyapti. Maktab o'quvchisi emas yoki kasb-hunar kolleji o'quvchilari emas. Aynan oliy ta'lim talabalari deb aniq keltirilyapti. Lekin bilamiz oliy ta'lim talabalari ham men hozir 13.00.02 misolida aytyapman, ikkiga bo'linadi. Ya'ni bu tilshunoslik yo'nalishidagi talabalar, ya'ni filolog talabalar deymiz, yoki non filologik yo'nalish talabalari ham bo'lishi mumkin. Masalan, ingliz tili o'qituvchilarini o'zi ham ikkiga bo'linadi, to'g'rimi? ESP o'qituvchilari bo'ladi, EAP o'qituvchilari bo'ladi. Ya'ni o'sha tayanch xorijiy til o'qituvchilarini tayyorlaydigan oliygohlarda o'qiydigan talabalarga yondashuv boshqacha bo'ladi va ESP o'sha masalan matematika yo'nalishida yoki deylik iqtisod yo'nalishida o'qiyotgan talabalarga yondashuv boshqacha bo'ladi. Xorijiy tilni o'qitish bo'yicha ularga qo'yiladigan DTS talablari boshqa bo'ladi. Shu uchun ham aniq ko'rsatishimiz kerak, aynan qaysi yo'nalish talabalari deylik, filologik yo'nalish talabalari. Endi bu yerda noma'lum qanaqa kompetensiya, xorijiy til kompetensiyasi bu juda ham mavhum tushuncha. Aynan aniqlashtirib aytishimiz kerak, og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirish. Endi uni qanday rivojlantirish? Bu yerda yana bitta so'zga e'tibor qaratishni so'ramoqchiman, takomillashtirish. Ilmiy jarayonda kichkina detallarga ham katta ahamiyat beriladi. Ayniqsa o'sha himoya bosqichlarida bitta so'z uchun ham mavzuyimizni almashtirishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Takomillashtirish so'zi rivojlantirilgan ko'nikmalarni bildiradi. Yoki o'sha ko'nikma so'zini o'zi ham ko'nikma, malaka, to'g'rimi? Bilim. Endi kompetensiya. Qaysi birini ishlatishimiz to'g'ri? Buni chuqur o'rganishimiz kerak tadqiqotchilarimiz. Bilim boshqa narsa, malaka boshqa narsa, ko'nikma boshqa narsa. Kompetensiya esa o'shalarni hammasini jamlaganimizda kompetensiya hosil bo'ladi. Deylik, filologik yo'nalish talabalarining qaysidir og'zaki nutq ko'nikmalarini deyish noto'g'ri. Chunki ko'nikma dastlabki bilim darajasi, maktab bilim darajasini anglatadi. Oliy ta'limda ko'nikma bo'lishi kerak emas. Aynan ingliz tili yo'nalishi bo'yicha ularda kompetensiya bo'lishi kerak. Endi takomillashtirish degan so'z ham bu yerda rivojlantirish bo'lishi mumkin, shakllantirish bo'lishi mumkin. Qaysi biri to'g'ri? Shakllantirish dastlabki o'sha ko'nikmalarni, malakalarni shakllantirish mumkin. Bu dastlabki bilim darajalari. O'sha bizda ingliz tillarida bilim darajalarimiz bor, A1 bor, B1 bor. Bularda shakllantirish bo'lishi mumkin. O'sha A darajamizda. Endi o'sha B darajaga kelib yoki C darajaga kelib bizni rivojlantiramiz. Deylik magistratura yo'nalish talabalari bo'lsa, ularda rivojlantirish deyish noto'g'ri, ularda takomillashtirish deyish kerak. Chunki ularda o'sha til sertifikatlari bor, C1, C2 sertifikatlari bor, ularda rivojlangan ko'nikmalar, to'g'rimi? Biz ularni faqat takomillashtirishimiz mumkin. Mana shunaqa kichik detallarga ham, so'zlarimizga ham, ilmiy terminlarimizga to'g'ri, jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Va bu yerda noaniq ko'rsatilgan nima asosida rivojlantirish deylik, phenomenon based learning, ta'lim texnologiyasi asosida rivojlantirish. O'sha ta'lim texnologiyasi, metodika degan so'zlarni tanlashda ham e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Xo'p, davom ettiramiz. Mavzumizni tanladik, chiroyli qilib shakllantirdik. Endi uni shifr kodini aniqlashtirishimiz kerak. Odatda tadqiqotchilarimiz allaqachon shifr kodini o'zlari aniq bilishadi bu bosqichga kelib. Xo'p, undan keyin biz eng keyingi bosqichda qiladigan eng muhim ishimiz bu OAK byulletenida mavzumizni tezroq e'lon qilishimiz kerak. Nega? Chunki xuddi shu mavzuni kimdir boshlab qo'ysa, bizni mavzuyimiz dolzarbligini yo'qotadi. Shu uchun ham mavzu tanlagandan keyin ertaroq e'lon qilishimiz kerak byulletenda.
Endi byulletenda e'lon qilishimiz uchun tadqiqotchini oldida ikkita yo'l turadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri Oliy attestatsiya komissiyasiga murojaat qilinmaydi tadqiqotchi tomonidan. Oliy ta'lim muassasasiga murojaat qilinadi avval. Murojaat qilganingizda siz yoki mustaqil tadqiqotchi sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak yoki doktorant bo'lishingiz kerak. Albatta farqini bilamiz, eslatib o'tdim bu yerda. Xo'p, keyingisi mana shu bosqichga kelib bizda agar avval ilmiy rahbar tanlamagan bo'lsak, majburiy tartibda ilmiy rahbar biriktiriladi. Ya'ni to'g'rirog'i o'zimizdan tanlashimiz talab qilinadi. Ilmiy rahbarning rozilik xati so'raladi. O'sha mustaqil tadqiqotchilikda ro'yxatdan o'tishda ham, doktoranturada ham kerak bo'ladi. Endi amaldagi tajribaga asosan PhD dotsent ustozlarimiz 3tagacha, DS professorlar esa 6tagacha shogirdlar olishlari mumkin amaldagi yangi tartibga asosan. Bu degani hozir biz tadqiqotchilarimizni soni adashmasam 30 mingdan oshgan edi va ilmiy darajali ustozlarimizni sonini hisob-kitob qiladigan bo'lsak, 75% ustozlarimiz hozir band. Ya'ni o'sha tadqiqotchilarimiz hozir endi ko'p murojaat qilishyaptiki, o'sha murojaat qilsam limiti to'lgan ekan ustozimdan, nima qilsam bo'ladi deb ko'p so'rashadi. Nima qilish mumkin? Xo'p, demak, vaqtni yo'qotib, bu ustozdan boshqa ustozga o'tib yurgandan ko'ra, men shuni maslahat berardimki, tadqiqotchilarimiz mana shu jarayonlar yuqorida biz aytib o'tdik, respublika miqyosida o'rganib, mavzusini, undan keyin MDH miqyosida o'rganib, undan keyin xorijiy miqyosda o'rganib, mavzusini tayyor qilib, shu bo'yicha asosnomasini boshlab qo'ysa, ilmiy rahbar topish ham ancha osonroq bo'ladi. Chunki tadqiqotchi ilmiy rahbarga murojaat qilganda ko'pincha bilamiz, bu narsa sir emas, ilmiy rahbarni ko'proq yuqori lavozimlardan tanlashga harakat qilishadi tadqiqotchilar. Nega? Chunki o'sha himoya jarayonida qanaqadir bir yordami tegadi degan maqsadda. Bu hech kimga sir emas. Lekin afsuski o'sha rahbar lavozimidagi ilmiy rahbarlarimiz keyin vaqt ajratishlari qiyin bo'ladi. Bu jihatini ham e'tiborga olishimiz kerak. Shogirdlari bilan ishlashga tabiiyki vaqtlari kamroq bo'ladi. Shu uchun ham biz mavzuyimizni mustaqil shakllantirib borsak, ilmiy rahbar ham, salohiyatli ilmiy rahbarlar ham borganingizda sizdan so'raydi, mavzuyingiz tayyormi? Asosnomangiz bormi? Mavzu bo'yicha maqolalar chiqarganmisiz degan savollar berishadi. Shu uchun ham mana shu bosqichlarni o'zingiz mustaqil ravishda qiyin bo'lsa ham bajarib borsangiz, sizga osonroq bo'ladi ilmiy rahbarni topish. Va sizga o'zingizga mos ilmiy rahbarni topishingiz ham ancha osonroq bo'ladi, chunki o'sha ilmiy dunyoqarashingiz ancha kengaygan bo'ladi. Xo'p, keyingisi tajriba sinov. Bitta qiziq ma'lumot, tajriba sinovini dissertatsiya yozishdan avval boshlab qo'yish kerak aslida. Nega? Chunki mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, vaqtimiz tugatgan ekan, eslatyapti Zoom. Mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, tajriba sinovida biz bir muammoni qo'yamiz. O'sha muammo borligi uchun dissertatsiya yozishimiz kerak. Ya'ni biz tajriba sinovini ancha dissertatsiya yozishdan ancha avvalroq boshlab qo'ygan bo'lishimiz kerak aslida. Xo'p. Ya'ni tajriba sinov jarayonida tadqiqotchilarimiz qo'shilishyapti yana. Xo'p, uzr. 3ta viloyat nizom bo'yicha 3ta turli viloyatlar tanlanishi kerak. Bu Toshkent shahri, Toshkent viloyati emas. Toshkent, deylik Samarqand, keyingisi Qashqadaryo yoki Jizzax. 3ta alohida viloyat bo'lishi kerak va ularga rasmiy xat bilan chiqishingiz kerak va dissertatsiyani boshlaguningizgacha dastlabki so'rovnomalar olib, talabalardan, professor o'qituvchilardan olib, kuzatuv jarayonini boshlab olishingiz kerak. Chunki yuqorida aytdikki, mantiqan siz avval muammoni aniqlab, keyin dissertatsiyani yozib boshlashingiz kerak. Bu aytayotgan jarayonlarimizni hammasi boshlang'ich tadqiqotchimiz qiladigan ishlar, dissertatsiya yozishidan avval. Xo'p, shu jarayonda yana bitta eslatib o'tishimiz kerak. Yana bitta muhim jihat bu o'sha tajriba sinov boshlaganda bilamizki, oxirida ishimizni
matematik, statistik tahlil qilishimiz kerak bo'ladi va shunga qarab, mm, demak, so'rovnomalarni, savollarini to'g'ri tuzishimiz kerak. Masalan, biz yuqorida og'zaki nutq haqida gapirdik. Og'zaki nutqni qaysi jihatlarini tadqiq qilmoqchisiz? Og'zaki nutqni lingvodidaktik jihatlari bor, psixolingvistik jihatlari bor. Og'zaki nutq jarayonida talaba qiynalsa, buni sababi turlicha bo'lishi mumkin. U balki psixologik shu narsaga tayyor emasdir, balki uyatchandir. Oddiy misol. Yoki unda lug'at zapasi yetishmayotgandir, lug'at boyligi yetishmayotgandir. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa grammatik bilimni o'sha gap tuzganda zamonlarini to'g'ri tanlay olmayotgandir. Siz o'sha jihatlarni aniq va tiniq qilib so'rovnomada kiritishingiz kerak va bu sizga dissertatsiya yozishingizda ancha yordam beradi. 3-bobingizni yozishingizda. Xo'p, keyingisi dissertatsiya boblarini yozishga endi keldik. Mana endi shuncha bosqichdan keyin dissertatsiya yozishga o'tiladi. Asosnoma yoziladi birinchi bo'lib. Birinchi bob, ikkinchi bob, uchinchi bob yoziladi. Birinchi bobimiz nazariya bo'ladi. Ya'ni biz faqat tahlil qilamiz, qayerda, qaysi ishda olimlar qanaqa fikr bildirgan. Mana shu mavzu bo'yicha. O'zimizni tahliliy natijalarimizni, takliflarimizni ikkinchi bobda beramiz. Bu amaliyot bo'ladi, ya'ni metodika. Uchinchi bobimizda tajriba sinovlarini o'tkazib, endi biz natijasini aytishimiz kerak, bu qanchalik yordam berdi. Shu jarayonda qaysi bob birinchi yozilishi kerak degan savol tug'iladi. Men aytardimki, birinchi bo'lib ilmiy yangilik yozilishi kerak. O'sha asosnomani ichidagi ilmiy yangilik degan punkt bor. O'sha birinchi bo'lib yozilishi kerak. Nega? Ko'plab tadqiqotchilarimiz dissertatsiyasi tayyor, 100%, ilmiy yangilik yo'q. Ilmiy yangilik yo'q. Mana bu judayam qo'rqinchli vaziyat. Chunki ilmiy yangilikni sizga hech kim topib bera olmaydi. Chunki u ishga sizdek hech kim kirmaganchigi, hatto ilmiy rahbaringiz ham, hattoki bir eng zo'r professorlar ham. Chunki bu mavzuni ilgari hech kim bajarmagan, siz boshladingiz va bu mavzuni faqat siz yaxshi bilasiz. Hech kim sizchalik yaxshi bilmaydi. Ilmiy yangilikni sizga hech kim topib bera olmaydi. Shu uchun ham o'sha yuqorida aytgan 3 bosqichimiz bor edi mavzu tanlash bo'yicha. Respublika miqyosida, MDH miqyosida va jahon miqyosida. Mana bu bosqichlar juda ham muhim. Ilmiy yangilik uchun ham muhim. Chunki siz kuzatasiz, ko'rasiz, qayerda qanaqa ish bajarilgan, uni ilmiy yangiligi qanaqa. Bu degani siz tayyor undan ko'chirib olasiz degani emas. Bu plagiat 100%. Siz chet elda ko'rgan qaysidir ilmiy yangiligingiz bizni mentalitetimizga, madaniyatimizga, o'quvchilarning bilim darajasiga to'g'ri kelmasligi aniq. Siz uni ko'chirib ololmaysiz. Faqat sizga ideya beradi, qaysi yo'nalishda ketishingiz mumkin. O'sha uchun ham o'sha 3 bosqich yuqorida aytganimiz juda ham muhim. O'shanga amal qilish kerak. Xo'p, va bu dissertatsiyani yozish jarayonida albatta ilmiy rahbaringiz bilan yoki soha bo'yicha yaxshi mutaxassis bilan albatta maslahatlashib yozing. Ya'ni birinchi bobni yozdingiz, ko'rsatib oling. Birinchi paragrafni yozdingiz, ko'rsatib oling. Ilmiy yangiligingizni taxminan yozdingiz, ko'rsatib oling. Chunki tayyor bo'lib nechadir yillardan keyin u narsani tekshirtirganingizda xato bo'lib chiqsa, ancha vaqt yo'qotasiz. Jarayonda tekshirtirib boring. Va ilmiy rahbaringiz albatta ko'rib beradi, tekshirib beradi. Ilmiy rahbardan boshqa ham qancha mutaxassis ko'rsa ishingizni, shunchalik saviyasi oshadi. Chunki hammadan har xil fikr chiqadi, kamchiliklaringizni har xil ko'z bilan ko'rasiz, ishingizni sifatini ancha oshiradi. Va shu jarayonda, dissertatsiyalar boblarini yozish jarayonida ilmiy nashrlar chiqarib borishingiz kerak va joriylanish qilib borishingiz kerak. Ilmiy yangiliklar PhDda 4 va DS bosqichida 5 bo'lishi kerak. Nashrlar kamida 7 PhD bosqichida, DS bosqichida kamida 15 Bu minimum. Bundan oshirishingiz kerak. Joriylanish ham kamida 4 PhD uchun, 5 DS uchun. Bu raqamlar shu sababdan keltirilgan. Xo'p, bu boblarni yozish jarayoni. Endi buni alohida asosnomani ichidagi punktlar bor. Birinchi bobning ichidagi paragraflar bor. Metodikani o'zini bosqichlari bor. Bu alohida mavzu. Biz hozir faqat siz bilan mavzuni tadqiqotga kirish va kirgandan keyin amalga oshiriladigan ishlar.
mavzu tanlash, tajriba sinovini boshlab olish, oliy ta'lim muassasasida ro'yxatdan o'tib olish kabi jarayonlarni aytib o'tdik va a, YouTube'dagi kanalimiz bor. U yerda ham foydali ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz doimiy. A, E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi meni ma'lumotlarim mana shu. Buyuk ishlarni bajarishga qodir bo'lmasak, hech bo'lmasa oddiy ishlarni buyuklik bilan bajarishimiz kerak. Biz ilm-fanda katta yutuq qila olmasligimiz mumkin, katta bir ixtiro bajara olmasligimiz mumkin, lekin o'sha kichkina ishni ham mukammal darajada bajarsak, ilm-fanga foydasi tegsa, mana bu eng muhim jihat deb hisoblayman. Xo'p, savollarimiz chatda yo'q ekan, bo'lsa yana guruhda yozib qoldiramiz. Hammaga rahmat.